Endi vatanperverlik düşüncesi İslam'da nait, iniq. Vatanperverlik her bir Müslümanda buluşqa tegishlik islomiy dini zürüriyatlardan birisi. Endi bu yerda bir Müslüman için, bir mümin, Allah'a imanı va, ahiretga imanı va, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga imanı va, Kur'an-ı Kerim'ga imanı va bir mümin için, aş müminning vatani İslam diyarının bir parçası, o mümin üzü aşu İslam ümmetinin bir azası, anda olgan bu müminin davası, aş vatan davası olsun yoki xalqining davası olsun, aşu bu haqiqiy İslamda talab qilingan bir dava bo'ldi. Nimishqa desa, vatan bo'lganda Alloh taolo buyurgan farzlarning hammani qilg'il bo'ldi. Alloh taologa haqiqiy qulchilikni qilg'il bo'ldi. Qur'on Kerimda ikki dona oyatni misol keltirayman. Bu vatan to'g'riliq. Bani İsrail to'g'risa, "Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ukhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum" deydi. Agar biz Yahudilarga, o Bani İsrailga "Üzanglarni o'ltiringlar yoki yurtingizdan chiqtinglar" desak, buni qildiganlar intayin az deydi. Bu yerdagi gap biz dalil keltirmoqchi bo'lganmiz. Vatan bilan hayat ikkisi xuddi vatanda bo'lish hayot tug'anga o'xshash. Vatandan ayrilganlik o'lganga o'xshash. Ya'ni bu yerda ikkisini Üzangni ya o'ltiringlar yoki vatandan chiqib keting degan gap o'lgan bilan o'xshash degan gap. Ve bilan qo'shqini oldidagi gap bilan keyingi gap ikkisi ya'ni o'xshash nimada? Vaznda deganlikda endi ya o'zini o'ltirish yoki vatandan ayrilish. Xuddi vatandan ayrilish degan hozir muhojiratdagi biz texmi buni tushunyapmiz. Vatandan ayrilish degan tirik turib o'lganlik endi bu. Rasmiy bir shundoq bir ig'ir, haqiqatan ig'ir, o'limdek ig'ir endi. Shu Qur'on Kerim buni yaxshi bilganlik uchun shunda tasvirlagancha, shu vatansizlik o'limga o'xshash deb tasvirlagan. Yana bir oyatda jihad oyatining tushgan voqealikni desak endi zulümge uçurgan Rabbim Allah deganlik uchun yurtidan haydab chiqarilganligi uchun ularga jihad qilishga, ya'ni kurash qilishga, vatanni elish uchun jihad qilishga ularga ruxsat qilindi degan oyatda mishada ruxsat qilinganlikning sababini, illatini vatandan chiqarilganligi uchun deganlikda, endi vatanga chiqarilganligi uchun deganlik. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki vaqaliklardan mesela 3 tane misalını keltirsek, birinci mesela Uhud gazisi deyli, Xandaq gazisi deyli, Badr uruşu deyli, muşunun hemmesi Medine'nin etrafıda bo'lgan ve Medine'nin etrafıda ve Medine'de bo'lgan. Bu nimeni ko'rsatdi desa, musulmonlar vatanni qo'g'dash uchun ash sirtdan kelgan kofirlar bilan urushgan. Endi Badr urushida endi Shamdan kelgan karvonni musulmonlar oldin to'sgan, nimesini intiqomini elish uchun, chunki vatan Makkada uylari qoldi, boyliqlarni ev oldi, bunu qilgandik, biz ayda qilgandik, biz mana alayli deb qilgan vaqtida Mekke'den asker başlap gelip o karvan sak ötep ketken bozumu şunu bahane qilib turib onu urush qilib keldi şunam urushda mag'lub bo'ldi. İkinci qatımma Uhud urushini aşılık qo'zg'adi. Onun Xandaq urushini hammaylar birlashib kelib, ichidan sirtidan birlashib kelib, musulmonlarni faqat yo'q qilish uchun ayda keldi. Shu chog'dagi eng cho'ng urushlar, 3 cho'ng urush shu İslam vatani bo'lgan Madinani qo'g'dash uchun bo'ldi. Uningdagi masalan Tabuk g'azoti deymiz, nihoyatda muhim islom tarixida muhim bir Tabuk g'azoti. Tabuk g'azoti qanday bo'ldi desa, Tabuk degan Madinadan 680 kilometr keltirgan bir yer, Saudiya Arabistonining bir chegarasi. Endi bu yerda Rim imperatorligi mushu nima? Mushu Bizantiya burunqi İstanbul'daki Bizantiya imperatorluğu yakın etrafdagi Gassan Araplarını baş qabilalarni qurollantirib, ashlarla birlashib bu Hristiyanlar 40 mingdan ortiq askarni tayyor qilib Madinaga hujum qilmoqchi bo'lganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning istig'foratlari bu voqeani o'qidi. O'qib, uni qo'zg'ilishdan burun Rasululloh darhol qo'zg'ilib 30 ming kişilik asker bilen nayt havanın ıssıq çağda hem de aşağıda muyda piyada, nurgunusu piyada, bazıları atlık ayna menip bir ayda berip burada berip heyvi köz kelgendigen ulu qo'qab keçip gidiyordu. Şununla ayağını İslam devletiga qo'shgan bo'ldi, Tabukni urushsiz g'alaba qilgan bo'ldi. Buningda nima chiqdi o desa, dushman besib kelgan chog'da emas, dushman besib kelish ehtimoli bor chog'da, dushman besib kelmoqchi bo'lgan chog'da oldiga berib, uningga heyvi qilish. Mushu jihatni Madinani qo'g'dash uchun. Agar shu chog'da musulmonlar jim o'tirgan bo'lsa,
jim o'tirgan bo'lsa, ular besib keladi, 40 ming kishilik tuyuqsiz chaqda besib kelib, balki Madina islom davlatini shunday tarmar qilib o'tishi mumkin edi. Demak, mushunda hushyorliklarni qildi. Bu shu vatanni qo'g'dash urushi, vatanni qo'g'dash, islom diyorini qo'g'dash urushi endi. Onundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masalan 23 yil payg'ambar bo'ldi, shundaymi? Makka da 3 yil maxfiy da'vat qildi, keyin 10 yil oshkor da'vat qildi, keyin Madinaga hijrat qilgandan keyin yana 10 yil da'vat qildi. Madinadagi vaqtida bağan kundan boshlab Madinadagi musulmonlarning sepini kuchlandirish, bir tarafni qanday qilsak Makkani fath qilimizga, ana yurtimizni ashni olimizga degan g'am bilan yashab, oxiri Makkani fath qildi. Hatto tushugimi kirdi. Laqad sadaqallohu rasulullohu ya bil haq degan oyatni tushunmasdan. Rasululloh sana aytdi, to'g'ri tush ko'rsatdi. Alloh Rasulullohga siz beshinglarni qirqigan, ba'zilarini tushirgan holda masjidlarga chuqum kirisizlar deb ashib tushlarni ko'rsatdi, shunda va'dalarni qildi. Rasululloh shunda arzu qildi. Demak, eng oxiri Makkani fath qilish bilan uzun qamay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlikmi tugidi. Ya'ni oxirlashdi. Ya'ni vazifani tamomladi. Allah Teala'nın dergahıya ketdi. Bunun da nima chiqdi desa, har bir musulmonning o'z vatanini qaytirib elishi, o musulmonlikninki takomilligi va musulmonlikninki tamomlanishi va uniki mukammallashishi desak bo'ladi masalan shundan. Demak, mushu kurashlarning hammani o'ylab kelsang, musulmonlar o'zining musulmon diyorini saqlab qilish, musulmonlarni qo'g'dash va islom da'vatining oldidagi to'sqinlarni, qarshilik ko'rsatkichlarni yo'qotib, islom da'vatining yo'lini ichish uchun jihad farz qilindi masalan. Mushu urushlarning hammasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi urushlarning hammasi musulmonlarni qo'g'dash, musulmonning vatanini qo'g'dash, islom da'vatini qo'g'dash, islom da'vatining yo'lini ichish endi. Biz mushundoq kengri tushungan vaqtida bu dinning faqatla shu bu islomning musulmonlarni o'zining mansublarini qo'g'dash, o'zining mansublarininki yer zaminlarini qo'g'dash, ashunga birinchi bo'lib chaqirtganligini bundan tushunalamiz. Eng zarur musulmonlikning eng zarurligi. Masalan bizda jihad farz deymiz. Jihad qanday jihad farz? Ba'zanlar jihad alqi farz kifoya, alqi bütün har qanday bir musulmonga farz kifoya, ammo şu jihadga ayrılganlarga va shu jihadga tayinlanganlarga farz ayn, yani bir düşman besib kelgan chaqda hamma odamga farz ayn deganni xato tushunib, bu jihad degan farz kifoya, jinoza namozini o'qib qo'ysang bo'ladi, boshqasi berib o'qib qo'ysin bo'ldi deganga o'xshashlar farz kifoya desa, bunda oddiy tushun. Bu farz kifoya degan gap, urush degan gap hamma odam chiqolmaydi. Qeri-xutulli chiqolmaydi, qeri odam chiqolmaydi, kichik bolalar chiqolmaydi. Masalan, urush chiqitgan chaqda uning shunga tayyor bo'lgan kuchi bor, yosh, askarlik qila oladigan mundaligi shu chaqda farz. Ammo dushman besib kirgan vaqtida, dushman besib kelmoqchi bo'lgan shu qeri yosh demaydi, kichik bola demaydi, hammasiga quldan kelgancha jihad qilish farz ham bu. O mushundoq bir farz deb turug'liq. Bu nimishqa farz? Aşı musulmonning vatanini qo'g'dash, aşı musulmonninki o'zini qo'g'dash. Yani bir musulmon uchun musulmonning aşı vatani muqaddas, musulmonning o'zi muqaddas. Endi anda bo'lgan ekan, bu vatanni qo'g'dash aşı jihadning eng muhim sebeplerinden, şeriatning maqsadlaridan biri desak bo'ldi endi. Yani onun üstüne ilave kılsak, bu Allah Teala insanı vatanını süyüş, üzerindeki Müslüman uruk tutan koyun kardeşini süyüş tabiiyet bilen yaratkanken. Elbette her kanda bir insan özünün tuğulup ösken jutunu yaxşı görüdü, süydü. Hatta şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'den demege çıkan vaxtida eğer koyman beni çıkartmagan bolsa, ben bu yerden çıkmagan bolattım dep Mekke qarab ko'z yosh qilganligi bayon qilindi. Demek ki insanınki özününki tug'ilgan yurtini ko'rishni islom cheklamaydi. Balkim özününki tug'ilgan yurtini hinda taraqqiy qildirishga Allah inson yaratishdagi maqsadmi shu, yer yuzini taraqqiy qildirish, kalimatullohga ulyan ustun qilish, islomiy yurtingni, vatanlaringni suyish, qo'g'dash, buni haliqi tarmani tushunib qolganda jiq. Şu İslam hem bu reallik dini de şuar emas, bunda kesik emas, şuar emas, kuruq arzu emas, emeli reallik. Şuna bu insanın aşı tabiiyetiga, tug'ilishidagi fitratiga şunu göre ayıkıldı. Mesela ailedeki ayağının oturuşdagi muhabbet deymiz, insanın özünün ailesiga bo'lgan muhabbeti amraqlıqı deymiz. Hemen közge ağanda şuna birinci üzerinin ehliga qilgan, birinci üzerinin tuqqanlari qilgan, onundan keyin başqasi qilgan. Hele üzerini unutib ketib, üzerini fakat taşlayıp, üzerinin keligi bu yangi o't ketgan bo'lsa, boshqa qo'shnimning
Türkiye yoki uy o'rilib ketib qolib, men ani qutqazsam bo'ldi deb ketmay, avval o'zingni qilgan, o'zingnikiga yordam qilgin, o'zingni kuchlantirgin deydi. Bu fitratga tamoman münasip endi. Endi bir vatanniki siz dediler mesela bu vatan sevgisini Allah Teala insanın kalbiga selayotgan bir tabiiy bir fitrat, tabiiy bir sevgi, xuddi ashtamoqqa ehtiyoj bo'lganga o'xshash vatanga ashunday tabiiy bir ehtiyoj endi bu. Endi buni bu vatanning ko'nglingda nati bak sevgining merkezi bo'lishi uchun u vatanning nati bir güzel, nati bak yaxshi munda bulab ketishning hech qanday shart emas. Masalan, Makkani shu vaqtida hech kim unmayotgan bir vadiydi o çağda. O çağda dünyanın hem yerinin andan neslimi kemetti. Kembeğalçilik, petrolüm yok. Hiç şeyimiz yoktu. Lekin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü tuğulğa yeri boğanlık için şu Mekke'nin çıktıktan tağda Mekke senin kavmin çıkarmagan bolsun menden, mecbur olmagan bolsun ben herkes çıkartmaydım degende Süleyman Aleyhisselam'ın bir kıssası var. Süleyman Aleyhisselam höpöpni bütün canlıklarının tilini biletti cayından demineki kuşlarınki. Höpöpni sen bir izlep chiroyli bir vatanni, abdan bir vatanni nima qilib kelgin, bir yani biz aşağı berib yerlashamiz bo'lmasa degandan höpöp berib men tepib keldim deb kelgan. Maqul deb kelsa bir sesiq burayotgan bir sazliqkanda bu. Voy biz sen chiroyli abdan ya deytding, mishami desa, men tug'ilib o'sgan yerim mishadi, shu menga chiroyli ko'rindi deydi. U xatolashgan gap emas, xato emas uningcha. Vatan ashunda demak, mushundaq bir fitratni Allah qalbimizga o'zi sep turib, Alloh taolo buningga zid kanun çıkamaydı herkes. Muşunu maslaşıdığan, muşunu kollaydıgan, muşunu güçlendirgan kanun çıkarılır Allah Teala. Lekin bizning tushunishimizda mesele bulağılık hamdı.